To'g'rida anlatılayotgan samimiy maslahatga ko'nmagan toshbaqa nomli masal. Bir toshbaqa kichikini ko'lchakda turadi ekan. Bir kuni bir to'p yovg'az ratlik tizilib, nihoyat chiroyli qiyofatda keng osmondan uchib o'tibdi. Toshbaqa ko'nglida bir kuni bo'lmasa bir kuni men bu yovg'azga o'xshash osmon bo'shlig'ida parvoz qila olgan bo'lsam, qanchalik yayrab ketatdim ha deb o'ylabdi. Bir yili oxir fursat keldi. Bir jup oshiq-mashq yovg'az ko'lchakning ustidan uchib o'tibdi. Toshbaqa bo'ynini so'zib, tit-tit bo'lganicha varqirabdi hamda kuchining boricha yovg'azlardan o'zini osmonga ilib chiqib ketishini talab qildi. Yovg'azlar toshbaqaning yolvurishiga chidab bo'lolmay, uningga noiloj ma'qul bo'pti. "Bo'pti, sana bir qayta ma'qul bo'layli. Sen bek ig'ir ekansan. Birimiz to'mushqongdan, yana birimiz quyruqongdan tishlab olsak, andin seni ko'tara oladi ekanmiz. Bexatar bo'lish uchun uchayotgan vaqtda qanday ahvol yuz berishidan qat'iy nazar og'zingni ochsang bo'lmaydi. Bo'lmasa egiz osmondan tushib ketib, jinidan ayrilib qolasan." Toshbaqa buningga orqa-orqadan ma'qul bo'pti. Shunda qilib yovg'azlar toshbaqani tartqanicha uchibdi. Toshbaqaning uzun yillardan buyongi orzusi oxir amalga eshibdi. U ostidagi go'zal manzaralarga xushallik bilan qaradi. Bilqut xazinasi. Aslida qanot qiyiqib egiz ushgan manzara mushundoq go'zal bo'ladi ekanda. Toshbaqa uchayotgandek xushallikqa mastona bo'lib yetib, to'satla tuvandan kelayotgan qattiq varang-churungni anglab qapti. Aslida daryo bo'yida o'ynayotgan bir to'p bolalar toshbaqani haqoratlaydigan tillar bilan masxara qilayotgan ekan. "Voy bolalar, qaranglar, qalva toshbaqani ishga yovg'az tutyapti. Uning kilangsizligiga qaranglar, ajab kulgili ekan." Alposi buzilgan toshbaqa yovg'azlarning samimiy nasihatini unutib qilib, bolalarni og'zini buzib qattiq tilamoqchi bo'pti. Ammo toshbaqa og'zini echishi bilanla xuddi yepi o'zilgan laglakdek egiz osmondan yerga vaqqadili tushib, mijiga chiqib o'lib qoldi. Jahondarchilik kinoyasi. Tuxumdan tuk undiradigan so'z cho'chak va tuhmatlar sizni o'zingizni oqlab bo'lolmaydigan holga tushirib qo'yib, qattiq g'azablantiradi. Amaliyotda buningga taqobil turishning hammadan oqilona usuli o'zini tamkin tutib undamaslik. Amaliy turmushda sizmi cho'qim o'zingizning yo'lliq turib, buni aniq tushuntirib bo'lolmaydigan kishilarga yo'liqqan. Sizning uningga qandaqlarcha aniq tushuntirishingizdan qat'iy nazar, u buni yanada tushunmaydi. Oxirda texis sizdanmi bakrak to'g'laydi. Amaliyotda boshqalar deydiganini da'varsa, siz undamay sukut turaversangiz, ular so'zlab berib yerib qoladi-da, so'zlamaydigan bo'ladi. Ammo ba'zilar oldingizda so'zlamaydi, lekin bu ularning xatoligini bo'yniga olganligi. Boshqalarning yig'irga tegishining yomon ish ekanligini uqqanligi emas. Ular sizning ishingizni so'zlamaydi, balki boshqalarning ishini so'zlashga ko'chidi. Haqni ayırmay hammali yerda qalaymaqan so'zlab yuradigan mundaq kishilar boshqalarni hurmat qilishni bilmaydigan axloqsiz kishilardir. Ular boshqalarning kaynidan g'ayvat qilishga qiziqadi. Haqning g'ayvatini qildiganlar jidalxo'r keladi. Shunga biz boshqalarning asosi bo'lmagan biror eg'iz tanqidiy tufaylidan ishchimizni qum saqlab yurmasligimiz kerak. Mundaq qilsak, ishki 3 tanga, to'qimi 5 tanga degandek ish bo'ladi. Biror ishning oq qarsi ayrilmagan chaqda jimjitligimizni saqlab, boshqalarning tuhmatlarini hikoya qatorida anglaganimiz tuzuk. Tagsang terix bo'lur deydigan gap bor. Leyg'an suni yana kuchapli yetishning nima hojati? U qancha qo'chigan sari shuncha leyidi xolos. Bilqut sherkida ovozga ilinib, Bilqut to'rida anglatilayotgan samimiy maslahatga ko'nmagan toshbaqa nomli masalni anglatdik. Yoqtirib anglaganingizga rahmat.